Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Yaratganga shukrlarimiz bo'lsin. Siz azizlar bilan bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lsa-da yangi hidoyat yo'li deb nomlangan suhbatni qilishga fursat bo'ldi. Fursatdan foydalanib, ruxsatlaring bilan shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, barchamiz uchun birdek aziz va muqaddas bo'lgan ona yurtimiz yangi O'zbekiston kelajakdayamki Xudo xohlasa yaqin davrlarida buyuk davlatga aylanilishiga hammamizni ham qalbimizda haligi aytganingizdek o'zimizga yarasha ishonchimiz bor. Mana shu ishonchimizni Yaratganning marhamati bilan yanada mustahkamlab unga olib boradigan yangi sermazmun bo'lgan yaqin yo'lni tanlab, bu yo'lda o'zlarining dono va oqilona siyosatlari bilan bizlarga boshchilik qilib kelayotgan hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich qayerda bo'lsa-da shu xalqimiz orasida bo'lganlarida ona yurtimiz bo'lgan yangi O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikrlashimiz kerak deb ko'p bor kuyunib gapiryaptilar. Bu gaplarni so'zlari dono va hikmatlidir deyapti ulug' xalqimiz. Buni eshitib, bundan hali aytganingizdek ruhlanib, bunga yanada qiziqib, bu borada o'zimizni fikrlarimizni kengaytirish maqsadida yana shu xalqimizga murojaat qildik. Ular bilan bu borada bir fikr almashdik. Shuni davomida bir ukamiz judayam bir yaxshi serqirra inson. Qolaversa, bugungi kunda ta'lim sohasida faoliyat yurgizyapti. Shu ukamiz bilan o'tirib bu borada bir suhbat qurganimizda shunday dediki, Murodjon aka, men sizlarni YouTube kanalida ko'rib, eshitib, kuzatib kelyapman. Lekin yaxshi fikrlar bo'lyapti. To'g'risini aytish kerak bo'lsa, men ham uncha motivatsiya olyapman dedi. Rahmat ukamizni bu maqtov gaplari uchun. Endi to'g'risini aytsam, bu borada, ya'ni shu muhtaram yurtboshimizni aytgan yangi O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikrlashimiz kerak deb aytgan gaplari borasida menda ham bitta fikr bor. Lekin men o'ylanib, ikkilanib qolyapman. Sizlarga aytsammikin, aytmasammikin degan. Nimaga ikkilanasiz dedik. Desak, endi meni fikrlarim juda ham sodda, bir javdari fikrlar. O'shanchdan bilib bilmay noto'g'ri gapirib qo'ysam degan bir o'y bo'lyapti. Dedi, uka o'ylanmang dedik. Sizda noto'g'ri gap bo'lmaydi. Agar mabodo noto'g'ri gap bo'lsa, o'ylanki, biz u gaplarni eshitmadik, hali aytganingizdek, tuya ko'rdingmi yo'q. Shuning uchun uka aytavering. Agar to'g'ri bo'lsa, ham fikr bo'lamiz dedik. O'ylanib turib, ha bo'pti aka dedi. Shu bilan keyin gap boshladi. Murodjon aka dedi, muhtaram yurtboshimizni aytgan, ya'ni yangi O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikrlashimiz kerak deb aytgan gaplarini aka, to'g'risi ularni muhokama qilish yoki ularni tushunish shart emas ekan. Ularni his qilish kerak ekan. Endi shu borada bitta kichkina misol aytib o'tib shu yerda Murodjon aka dedi. Tasavvur qiling, bizni bitta joyga, ya'ni shu mehmondorchilikka, oshga taklif qilgan. Endi biz ikkalamiz, biz o'sha yerda o'tiribmiz. Endi osh aka hali aytganingizdek qo'y yog'i, qo'y go'shti, devzira guruchka, uni ichida pistasi ham bor, mayzi ham bor. Endi juda ham bir o'rmalab ketgan osh. Shu oshni laganga suzib bizni oldimizga olib kelib iltifot ko'rsatdi. Aka, nima qilishimiz kerak endi shunda? Dedi, nima qilish kerak dedik, shu yeyish kerak, maza qilish kerak dedik. Ana o'lmang Murodjon aka dedi. U oshni yeyish kerak, maza qilish kerak. Endi shu yerda chicha qo'pol bo'lsa ham aytaman Murodjon aka,
oshni yeb to'g'risi mazzani og'zimiz qilar ekan va natijada tanamiz yayraydi ekan. Endi buni misol keltirishimdan maqsad aka dedi, aynan shu muhtaram yurtboshimiz aytgan gaplari tasavvur qilingki, mana shu oldimizga suzib kelingan osh, kerak bo'lsa bundan ming chandon zo'r. Endi oshni yeb, uni mazzasini og'zimiz his qilib, tanamiz yayrasa, aka bu so'zlarni eshitib, to'g'risi qalbimiz yayraydi ekan. Endi yana bitta kichkina misol aytaman. Endi bu jinday murakkabroq, shuning uchun agar noto'g'ri bo'lsa uzr so'rayman. Endi Murodjon aka, xalqimizda shunday gap bor ekanki, podshohlar Allohni yerdagi soyasi, shu bois ularni amri vojib deydi ekan shu xalqimiz. Agar bir eshitgan bo'lsangiz, degdi, endi eshitgan narsangizni eshitganman deysiz. Eshitganmiz bu gaplarni dedik. Kerak bo'lsa bu gaplarni hamma eshitgan bo'lsa kerak, chunki haqiqatda bu gap yuradi shu xalqimiz orasida dedik. Ana o'lmang Murodjon aka dedi. Endi biz dedi, endi buni misol keltirishdan maqsad aka, aynan shu muhtaram yurtboshimiz aytayotgan gaplarni ichidagi so'zlar bekorga dono va hikmatli demayapti ekan shu xalqimiz. Chunki bu so'zlarni biz shunday qabul qilishimiz kerak ekanki, bu yaratganning so'zlari Murodjon aka. Bu yaratganning bizlarga berayotgan marhamati. Bu so'zlarni bizga muhtaram yurtboshimiz aytyaptilar. Yangi O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikrlashimiz kerak deb kuyunib aytyaptilar. Maqsad ona yurtimiz bo'lgan yangi O'zbekiston ertaga yana ham bir ravnoq topishi va shu yurtda yashab turgan xalqimiz, siz u bizlarni hayotimiz yanada bir farovon bo'lishini o'ylab va bu borada qayg'irib, kuyunib aytyaptilar. Biz mana shunday qabul qilishimiz kerak ekan Murodjon aka bu so'zlarni. Endi yana bitta misol, inson qachon bu so'zlarni his qiladi, qachon uni tushunadi, qachonki endi to'g'ri Murodjon aka bu so'zlarni his qilib va mana shunday yangi fikrlar bilan yashab turgan insonlar xalqimizda orasida juda ham ko'p. Lekin endi bugun bir mana siz bilan suhbat qilib qoldik. Endi men o'zimni fikrimni mana bildiryapman aka. Bularni qachon his qiladi? Qachonki bu yurt bizlarga ajdodlarimizdan o'tib kelayotgan meros, ya'ni muqaddas deb nimani aytadi Murodjon aka degdi. Bilmadik, nimani aytadi dedik. Desak, qadrli bo'lgan narsani muqaddas deylar ekan Murodjon aka. Shuning uchun muqaddas yurt deylar ekan. Bu bizlarga o'sha ajdodlarimizdan o'tib kelayotgan muqaddas yurt. Bugun bu yurtda biz yashayapmiz. Ertaga avlodlarimiz, ya'ni farzandlarimiz yashaydi bu yurtda degan yangicha ko'z bilan qarab, endi bu ona yurtni, ya'ni yangi O'zbekistonni yana ham bir obod va yana ham bir tartib intizomli bo'lishi uchun bugun biz nima qilishimiz kerak degan fikr bilan yashab, mana shu fikrga ega bo'lgan inson Murodjon aka aynan shu muhtaram yurtboshimizni aytgan so'zlari qanchalar dono va hikmatli ekanligini Murodjon aka ana o'shanda his qilib tushunar ekan degan gaplarni gapirdi mana shu ukamiz, ya'ni ustoz. To'g'risini aytish kerak, bu insonni bu gaplarini eshitib juda ham bir to'lqinlanib ketdik. To'g'risi
bu inson gaplardan keyin avvalo yaratganga, shu bilan birga muhtaram yurtboshimizga hamda mana shu ona yurtimizga, ya'ni yangi O'zbekistonga va ulug' xalqimizga, shu bilan birga ustoz murabbiylarga, ya'ni o'qituvchilarga judayam bir mehrimiz oshib ketdi. To'g'risida bekorga dunyo xalqlari o'qituvchilarni ardoqlamas ekan. Chunki ular shunga loyiq insonlar bo'lar ekan. Chunki bunaqangi bir chiroyli, bir ta'sirli fikrni to'g'risi shaxsan men hali eshitmagandim. Qoyil qoldim bu insonni gapiga. Rahmat bu insonga. Endi shu o'rinda yana butun xalqimizga rahmat aytmoqchimiz. Sababi bizlar mana internet tarmoqlarida mana suhbat qilyapmiz. Shu suhbatlarimizni ichidagi so'z bo'ladimi, gap bo'ladimi, fikr bo'ladimi, mana shu xalqimizdan eshitib, ulardan o'rganib, o'rganganlarimizdan bir o'zimiz bir xulosa chiqarib, bularni to'g'ri deb bilganlarimizni mana baholi qudrat, mana sizlarni hukmlaringga havola qilib eshittiryapmiz. Endi bugungi suhbatimizdan ham mana ko'rib eshitib, bundan bir xulosa qilsak, mana shu xulosamizni so'z bo'ladimi, gap bo'ladimi, savol bo'ladimi, fikr bo'ladimi, shuni mumkin bo'lsa, malol kelmasa, shu kommentariyda bir ikki og'iz bo'lsa-da bir yozib qoldirsak, bizlar yozib qoldirgan fikrlarni, bizlarni ko'rib, eshitib, kuzatib kelayotgan barcha aziz insonlar, butun xalqimiz bilan birgalikda ko'rib o'qiymiz. Natijada fikr boyligimiz ortadi. Bizni qanchalar mana shu xalqimizni hali bir shu yurtdoshimiz bir ulug' inson aytgandi. Xalqimizni, hammamizni ham qanchalar shu fikr boyligimiz ortsa, shunchalar shu el yurt ravnoqi uchun juda ham manfaatli bo'lar ekan. Bizlar yozib qoldirayotgan fikrlar bu borada juda ham bir muhim omil bo'lar ekan degan fikrni bildirgandi shu akamiz. Endi shuning uchun muhtaram yurtdoshlar, mumkin bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'ysak, bu suhbatimiz yana ham kengayib, bizlarni ko'rib eshitmagan insonlarni ko'rib eshitishiga ozgina bir sababchi bo'lamiz ekan. Yana bitta gapki, muhtaram yurtdoshlar, aynan shu suhbatlarimiz borasida mabodo bir oramizda kimnidir bir ko'nglida biron bir xavotir yoki bir hadik bo'lsa, muhtaram yurtdoshlar, xavotirga o'rin yo'q. Bemalol, bexavotir o'zimizni fikrimizni yozib qoldirsak bo'laveradi. Endi yana shuni bir aytib o'tamizki, bugungi suhbatimizni ham, aynan shu suhbatimizni asosiy mavzusini ham aynan shu yurtimizda tug'ilib o'sgan hamqishlog'imiz, u inson o'zining hayotdagi ijodi davomida mana shu xalqimizni, hammamizni ham xalqimizni halol baholi qudrat xizmatini qilib, natijada usta boy dehqonbo deb nom olib hurmat qozongan keksa bir inson, ulug' insondan eshitganmiz. To'g'ri, endi bunga ancha yillar bo'lib ketdi. U insonda Alloh rahmat qilsin, ilohim Alloh rozi bo'lsin. Bugungi kunda mana farzandlari u insonni o'rnini bilintirmasdan baholi qudrat xalqimizni xizmatini qilib, o'zlariga yarasha aytganingizdek hurmatga ega bo'lib turibdi. Mana shu insondan eshitib, bu inson bilan ko'p muloqotda bo'lganmiz, u insondan ko'p fikrlarni olganmiz. Natijada shu o'ylardikki, u insonni aytgan fikrlarini hayotga tatbiq qilib, kerak bo'lsa maktab bo'lishi mumkin degan fikr bo'lgan bizda. Shuning uchun mana u insondan eshitgan fikrlarimizdan birini sizlarga bugun aytib bermoqchi edik. Lekin suhbatimiz cho'zilib ketdi. Shuning uchun sizlarni o'ylaymizki, sizlarni vaqtlaring qimmatli, ko'p bog'lab qolyapmiz. Bu insondan eshitganimizni keyingi suhbatga mana qoldiryapmiz. Albatta buni eshitib ko'rsak,
ham maqsaddan xoli, maqsadga muvofiq, ham aytganingizdek foydadan xoli bo'lmaydi. Endi mumkin bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'ysak, endi muhtaram yurtdoshlar, nima deymiz endi? Bugun shu bilan bugungi suhbatimizni tugatsak, bugungi suhbatimiz uchun avvalo yaratgandan, qolaversa shu yurtimizdagi hurmatli dinimiz ulamolaridan va bizlarni ko'rib, eshitib, bizlarni kuzatib kelayotgan barcha aziz insonlardan bugungi suhbatimiz davomida biz tarafimizdan bo'lib o'tgan xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Endi keyingi suhbatimizda o'sha Ustaboy dehqon buva aytib bergan bizga suhbatni sizlarga mana hukmlaringga havola qilib eshittiramiz. U suhbatimizda bir yurtni bir katta zodagon, ya'ni endi bugungi tilda katta bir boyi, bir katta muammoga bir uchrab qoladi. Mana shu muammosini yechim qidirib o'sha o'zi bilgan ziyoli insonlarni bilan uchrashadi, bunga bir yechim qidiradi. Endi to'g'ri, u boshqa dinga mansub bo'lgan inson bo'ladi. Unga yechim topolmaydi. Natijada payg'ambarlarimiz Rasulullohni ta'riflarini eshitib, u insonni oldiga kelib, mana shu o'zini muammosiga yechim topib, natijada islomni qabul qilib, o'z yurtiga musulmon bo'lib qaytib ketadi. Endi mana shu insonni qanday qilib bir islomni qabul qilib, o'z yurtiga musulmon bo'lib qaytib ketish sabablarini shu Ustaboy dehqon buva bizga aytib, ko'zida yosh bilan aytib bergan. Biz mana shu suhbatni sizlarda aytganingizdek sizlarga eshittiramiz. Shuning uchun mumkin bo'lsa shu bizni kanalimizga a'zo bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysak, bu suhbatlarimizni birinchilardan bo'lib eshitishga muyassar bo'lamiz. Aytganingizdek, baribir birinchida. E'tiborlaring uchun rahmat. Yana ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rishib suhbat qurguncha deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim yurtimiz yana ham obod, go'zal va maftunkor yurtga aylanib, butun dunyodan mana shu yurtimizni tomosha qilgani odamlar ko'payib kelishi yana ham ko'paysin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.